Arzonroq hovli qidirib o'tganlarga zo'r bitta variant topib qo'yganmiz. Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan hurmatli xaridorlar. Shiribon mostidan 1,5 kilometr kirganimizda Abdurahmonovga yetib kelganimizda 1,5 sotuv 4 xonali yangi qurilgan mana shu uylarimiz sotuvda. Quruvchi akalarimiz tomonidan qurilgan, 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Qurilish sifatiga kafolat beriladi. Chiroyli, fayzi mahallada joylashgan. Ko'chali yangi asfaltdan chiqqan, hamma kommunikatsiyalar bor. Hosillar bilan mana shu uglovoyda joylashgan xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Hovliga kirish darvozamiz bu yoqdan boshlanadi. Hovliga bemalol mashinalar qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizning mana hovli tarafdan ko'rinishi juda ham sifatli qurilgan. Men ko'p uylarga, mana arzon uylarga borsanglar, akfani prostoyini qo'yib qo'yishadi. Akfani ham qimmatbaho, yaxshi sifatlilardan o'zlari qo'yishdi, xuddi o'zlariga qurgandek qurganmiz deyapti. Uyimizning mana hovli tarafdan ko'rinishi, darvozaxonadan to'g'ri kirib kelganimizda bitta hovliga hojatxona ham qilib qo'yishdi. Mana hojatxona rakinalari qo'yilgan, chiroyli qilib sharoitlar qilib qo'yishgan. Bismillah deb endi uy ichiga kiramiz, qolgan sharoitlarni ko'ramiz. Mana uy ichiga kirar ekanmiz, mana oyoq kiyimlarni yechib kirishga kafillar qilib qo'yishgan. Mana masalan, yog'ingarchilikda kirsanglar ham oyoq kiyimni ichkariga yechishiga sharoitlar qilingan. Zinani ustini ham chiroyli qilib, mana navista qilib yopib qo'yishgan. Ko'rib turganimizda regulyatorlar chiqib turibdi, uyimizda demak topli bo'ldi istaydi. Keyin katta koridordan xonalarga kirib boramiz. O'ng qo'limizda birinchi xonamiz oshxona ekan. Mana kafilning fartklari qilingan, to'qondiri kotyollar qo'yilgan. Oshxona razmeri ham katta ekan, mana bemalol oilaviy mashina nonushta qilib o'tirsanglar bo'ladi. Bu domini sotib uchastka olaman degan ukalarimizga yaxshi variant ekan. Eng asosiysi uy koridori ham mana katta, keng ekan. Qiynalmaysizlar xudo xolasa. O'ng tarafimizda mehmonxona. Taxminan bir 20 tacha mehmon kutib bo'ladi. Kishinamgina mehmonxona, och svetda mushik avvalga yopishtirilgan. Mehmonxonadan mana orqa hovliga chiqsak bo'ladi. Binoning umumiy orqasi polni orqa hovli tashab ketilgan. Havo yaxshi aylanadi. Mehmonxonamiz yonida detskiy yotoqxona. Yonida ikkinchi yotoqxona. Xuddi mana detskiy yotoqxonadan ikkita ekan. Xonalarimizga mana ko'rasizlar, televizor qo'yish uchun antennalar qilingan. Chap tarafimizda bo'lsa, umumiy sanuzelxona bor. Hamma sharoitlar qilib qo'ygan. Sanuzelxonamiz yonida ota-onalarga mo'ljallangan oxirgi yotoqxona joylashgan. Xonadonga egalari $75,000 starti so'rashyapti. 1,5 sotuv 4 ta xonali, ya'ni kelishsa bo'ladi narxini. Bu uyimizning yonida 2 sotuvligi ham bor. 2 sotuvligi ham 2 sotuvligiga $85,000 so'rashyapti. Ya'ni savdolashsanglar bo'ladi. Yaxshi lokatsiyada joylashgan ekan. Xonadon sizlarga yoqqan bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, to'liq ma'lumot olib, kelib ko'ringlar, yoqib qolsa, egalar bilan savdolashib baraka qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar. Abdurahmonov taraflardan mana shunaqa arzonchi variant qidirib o'tganlar bo'lsa, tarqatib qo'yinglar.